Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda 2023-yilda davlat budjetidan qancha pul o'marilgani aytildi. Yulduz Usmonova qilgan xatolaridan pushaymonda. Rossiyaning kelajagi uzoq sharq va Arktikada. Putin. Achinarli haqiqat. AQShda Ukraina haqida dahshatli bayonot berildi. Rossiyada o'zbekistonliklar yana yo'l transport hodisasi qurboni bo'ldi. Endi esa batafsil. Ajoyib yangiligimiz keldi. 360 gradusga aylanadigan shvabralar bilan ayollar yumushi osonlashadi. Sizga juda ham ko'p qulayliklarni beradi. Hamma narsani tozalasangiz bo'ladi. Uy uchun juda ham kerakli mahsulot. Mahsulot narxi 149 ming so'm. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. 2023-yilda davlat budjetidan qancha pul o'marilgani aytildi. 2023-yilda O'zbekiston davlat budjetidan 1,2 trillion so'mlik noqonuniy xarajat hamda 2000 milliard so'mlik kamomad va o'g'irliklarga yo'l qo'yilgan. Bu haqda 16 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tayotgan video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, Jizzax Politexnika institutida haqiqatda ishlamagan 110 nafar fuqaroga qariyb 10 milliard so'm ish haqi hisoblanib, noqonuniy o'zlashtirilgan. Shuningdek, Namangan, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlari yagona buyurtmachi xizmati kompaniyalari 18 ta obyektda amalda bajarilmagan 50 milliard so'mlik ishlarni hisobotlarga qo'shib yozgan. Sergeli obodonlashtirish boshqarmasida ham aslida ishlamagan xodimlarga 4,3 milliard so'm to'langan. Qo'shrabot ta'lim bo'limi buxgalteriya tomonidan esa 3 milliard so'm naqd pul va 1,5 milliard so'm mablag' plastik karta orqali noqonuniy o'zlashtirilgan. Bundan tashqari, O'zgidromet rahbariyati budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan asossiz 1,3 milliard so'm suv olgan. Shuningdek, o'zlariga bir necha karra ko'p mukofotlar yozib kelgan. Ta'kidlanishicha, davlat tashkilotlari rahbarlari o'zlariga asossiz ravishda mukofotlar va boshqa moddiy rag'batlantirish pullarini yozib kelayotgani bilan bog'liq holatlar tekshiriladi va mablag'larning budjetga qaytarilishi ta'minlanadi. Yulduz Usmonova qilgan xatolaridan pushaymonda. Vaqtida Allohni tanib, unga qullik qilmaganimda edi. O'sha paytdagi xatolarni qilmasmidim. Yulduz Usmonova nimalarga kechikani haqida. Rossiyada o'zbekistonliklar yana yo'l transport hodisasi qurboni bo'ldi. 16 yanvar kuni taxminan soat 11:30 larda Rossiyaning Samara viloyatida o'zbekistonliklar bo'lgan avtomashina yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda viloyat prokuraturasi ma'lum qildi. Stavropol tumani Bolshaya Ryazin qishlog'i yaqinida M5 Ural avtomagistralining 745-kilometrida ikkita avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Lada Largus haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tomonga chiqib ketgan va u yerda yuk mashinasi bilan to'qnashgan, deyiladi rasmiy xabarda. Mahalliy nashrlardan biri esa o'z manbasiga tayanib, avtohalokatga uchragan Lada Largus avtomobili ichida 7 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgani va ulardan 3 nafari halok bo'lganini xabar qilgan. Bildirilishicha, qolgan 4 nafar o'zbekistonliklar shifoxonaga yotqizilgan. Rossiyaning kelajagi uzoq sharq va Arktikada. Putin. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ko'ra, uzoq sharq va Arktikaning taraqqiyoti Rossiyaning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Chunki mamlakatning kelajagi ushbu mintaqalarda yotadi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat rahbariyati uzoq sharqni rivojlantirish loyihalari bilan 2013-yildan boshlab faolroq shug'ullana boshlagan. Biz bu yerlarga e'tibor qaratganmiz va bundan keyin ham qaratamiz. Chunki bu mamlakat kelajagi, xuddi Arktikadagi kabi, biz bu hududlarni rivojlantirishimiz kerak, dedi Putin. Rossiya rahbarining ta'kidlashicha, uzoq sharq mamlakatning eng muhim mintaqalaridan biri hisoblanadi. Uning hududi ulkan bo'lib, aholisi esa kam, jami 12 million fuqaro yashaydi. Osiyo bugungi kunda dunyoning boshqa hech bir mintaqasi rivojlanmagan tezlikda rivojlanmoqda, deya qo'shimcha qildi u. Achinarli haqiqat. AQShda Ukraina haqida dahshatli bayonot berildi. Ukraina davlat sifatida mavjud bo'lishni to'xtatdi. Bu haqda Pentagon rahbarining sobiq maslahatchisi polkovnik Douglas Makgregor Germaniyaning Die Weltwoche kanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi, deb yozmoqda RIA Novosti. Qo'rqamanki, achinarli haqiqat shundaki, Ukraina davlat sifatida nihoyasiga yetdi. Ammo biz bu mutlaqo shunday bo'lmagunicha u mavjud deb ko'rsatishda davom etamiz,
dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, Vashington qo'zg'atgan va qo'llab-quvvatlagan mojaro natijasida Ukraina uchun vaziyat nihoyatda qayg'uli bo'ldi. Mamlakat qurolli kuchlarining yo'qotishlariga qaramay, uning millionlab fuqarolari mamlakatni tark etishdi. Tug'ilish darajasi deyarli eng past darajaga yetdi. Bosh prokuror nihoyat ochiqchasiga tan oldi. Ukrainaliklar jang maydonida 500 ming askarini yo'qotdi. Ey xudo, qanday kutilmaganlik, dedi Makgregor.